Dasturimiz davom etadi. Dual ta'lim bir vaqtning o'zida bilim olib, mutaxassisligi bo'yicha ishli bo'lish imkoniyati. Ayni yo'nalishda Andijonda ham yoshlar uchun 4+2 dasturi asosida ta'lim tashkilotlarida ishga joylashib, maosh olish imkoni yaratildi. Madina Bo'ronova Andijon shahridagi 22 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi yordamchisi sifatida ishlab kelmoqda. Hozirda Andijon pedagogika texnikumida musiqiy ta'lim guruhida tahsil olyapti. U dual ta'lim sabab bir vaqtning o'zida o'qib, kasb-hunar egallab, ishli bo'lish imkoniga ega bo'ldi. Oylik olamiz, ham o'qiymiz, ham malaka oshirib, bolajonlar bilan birgalikda ish jarayoni olib boramiz. Oldin 3 yil o'qib, keyin ishladik. Hozir esa prezidentimiz tashabbusi bilan ham o'qib, ham ishlayapmiz. Bugun Andijon o'quv muassasalarida talabalar 4+2 tizimi asosida 4 kun amaliyotda, 2 kun nazariy dars bo'yicha o'qitilmoqda. Kasbiy ta'lim tizimida juda katta bu o'quv yilida yangiliklar bo'lyapti. Ayniqsa prezidentimiz tomonidan yangi o'quv yilimizni kasbiy ta'lim yili deb nomlanishi bizga yana 2 karra mas'uliyatni yukladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomamiz bo'lib, u yerlarda ham nazariy, ham amaliy mashg'ulotlar o'tkazilyapti. Bu tizimning yana bir muhim jihati har bir bitiruvchi kasbiy tajribaga ega holda mehnat bozoriga kirib keladi. Bu esa ish beruvchilar uchun ham katta imkoniyat, chunki ularga tayyor mutaxassis kerak. Ma'lumot uchun joriy o'quv yilida 35.894 nafar o'quvchi dual ta'limga biriktirildi. Bu degani 36 mingga yaqin yoshning muqim ish joyi tayin bo'ldi.